Torch infeksiya bolani o'ldirsa, bolani nuqsonli qilsa, bolali qilmasa, bachadon shamollashini chaqirsa, qizini buzsa, torch infeksiya shunchalik xavflimi? Ona qornidan bizda immunitet ishlaydi. Ona qornida platsenta orqali infeksiyalarning kirishi organizm unga qarshi immunitet paydo qiladi. Tug'ilganimizdan so'ng ko'krak suti orqali infeksiyalarning o'tishi unga nisbatan organizm immunitet paydo qiladi. O'rnimizdan turib mushukka, kuchukka tegib, silab, siypaladik. Fast food gamburgerlar yeb yotibmiz. Mikroblar, infeksiyalar organizmga kirdimi, organizm unga nisbatan immunitet ishlab chiqaradi. Siz qon topshiryapsiz, torch infeksiyaga antitela chiqyapti. Tashqaridan bu infeksiyalar kirsa, organizm kurashyapti degani. Organizm steril bo'lmaydi. Unda millionlab, milliardlab infeksiyalarimiz bo'ladi va u biz bilan yashaydi. Biz bilan birga o'ladi. Torch infeksiyasiz odamning o'zi yo'q.